Mustaqillik bo'lmasa, erkinliging bek qiyin, erkinliging bo'lmasa, huquqlaring bir tiyin. Assalamu alaykum. Dunyoning har qaysi joylariga tarqaqlashib o'ltiraqlashgan aziz Uyg'ur millatim, yaxshimisizlar? Men vatandishinglar Ablajon Leylnaman, Amerikadan so'zlayapman. Aziz vatandoshlarim, oldingi haftadagi videomizda biz nima uchun tashqi dunyodagi barliq Uyg'urlarning bir taldan tashlagan bileti sanalish orqali bir reis ve bu orqali bir qonunluq, ya'ni xalqaro demokratik saylam prinsiplariga uygun halda saylab chiqilgan bir reis ve şu orqali qurilgan bir markaziy hukumatni vujudga chiqarishning ne kadar zo'rligi haqida to'xtalib o'tdik. Aziz vatandoshlarim, biz har qitim so'zlagan chig'imizda amalsizlikdan bu hozirgi mevcut, yani özlerini birden-bir Uygurlarının, yani Şarkı Türkistanlıklarının birden-bir hükümeti dep atavagan 6-7'ge başlanıp ketken bu Şarkı Türkistan sürgünde hükümetleri üstüde toxtalmay ötelmeyatimiz. Sebebi, eğer bula halkımızın keng kölemli keynağı ağan halda biz devatkan muşu merkezi hükümetinin ve onun reisini saylaş okşaş bana muşundak bir demokratik saylam astıda bir hareket ilip berip halkımızın avazı bilen bu sürgün hükümetini kurup çıkıp ve onu terak kıldıgan bolsa, yani bir tal hükümet kılıp terak kıldıgan bolsa, halkımız bunun arkasında belki turgan buladı. Ama baxtga karşı 5-6 10-20 adam bir yerga yig'ilib intayin bir siyasi benvaşlık bilen öz aldığa xalqdan ayrılgan halda bir devletke 6 tane 7 tane hükümetini kurup koyup milletimizden xalqaro sahnedeki siyasi salayeti ve obro'yu numusuga ağır derecede ziyan sepip kelayotidir. Onun için biz barlık diasporadaki Uygurlarının ortak avaz verişi bilen bir kanunluk merkezi hükümet ve onun reisini saylap çıkıp bundak bir merkezi hükümetini biz xalqaro saylam prinsiplariga uygun halde ilip baralsak, o halde biz halkımız tarafından bu merkezi hükümet qoğdılıp kalmasın, eksince xalqaro güçlerimi Uygur milletinin orundan desturup özlerinin saylaş ve sayılışını ibaret bundak mukaddes hukuk ve burçlarını işkısış arkalık yaratkan merkezi hükümetini resmi şekilde Uygurlarının birden bir hükümeti dep tonup onun bilen taşkı dünyada diplomatik münasebetlerini ilip bardı da Uygurlarının ehtilep zemin davası resmi maniden bir siyasi davaga özgürüp xalqaro siyasetlerge orlaşalaydigan bir yaxşı şarait şekillenidir. Biz bugünkü asasi kanunlarının maddelerini tanıştırıştan ilgili aldın qitimki video ilan kılıngandı tatip hazırgıca tuşmu tuştun düşüvatkan halkımız tarafından düşken suallara cevap verip ötüben. Onun birinci sual, nimi üçün bu qitimki asasi kanun, yani Merkezi Hükümet Kuruş Tayarlıq Komiteti ve halkımızga sunulmakçı olan ve sunuluvatkan bu asasi kanundaki devletinin ismi Uyg'uriston siziq tartib Şarkı Türkistan bo'lib qoladi. Nima uchun Ablajon Leylnaman davomli Uyg'uriston shuarini to'layotgan kishi birdinli o'zgarib bugun kunlikda Uyg'uriston degan so'zning orqasiga Sharqiy Turkiston degan so'zni ep qo'ydi. Bu Ablajonning siyosatdagi meydansizligi, bu Ablajonning irodasining bo'shligi deydigan ko'plagan savollarni topshirib oldim. Ko'pchilikka rahmat. Biz savollarni qancha ko'p qo'ygan sari men shuncha so'yinaman. Chunki millatimizning bu siyosiy da'vorimizga, bizning haqdalab zemin mustaqillik da'volarimizga ko'ngil bo'layotganligining bir dalili. Uning uchun men bularga oldi bilan savol so'raganlik uchun rahmat etish bilan birga o'zimning fikrimni bermoqchiman. Men hali ham Uyg'uriston ideyasida intayin ching turaman. Ama bu benim şahsi meydanım, şahsi göz karşım ve şahsi tanlagan siyasi bir yolum. Çünkü Uygurlar çokum öz millet namıda bir devlet kuruşundan ibaret
bundaq bir ulug'vor g'oya hali ham mening eng cho'ng bir istigim, g'oyam, orzuyim. Uning uchun men Uyg'uriston, Sharqiy Turkiston degan bu ismni kelgusida, ya'ni yaqin kelgusida rasmiy bir tanlash bir maydonga kelgan chog'da men albatta Uyg'uriston degan ismga ovoz beraman. Ammo hozirgi mening vazifam hech qanday taraf tanlamay, o'ttirdi turib, vaqtli hukumatga vakolatan markaziy hukumat qurish tayyorlik komiteti va xalqimizga bir asosiy qonunni ratlab tuzib, yo'llab berishdan iborat bundaq bir vazifani topshirib olganligim uchun men o'zimning shaxsiy siyosiy ko'z qarashlarimni bir yoqqa qayirib qo'yib, men lillah umumiy xalqimizning o'rtaq irodasiga vakillik qiladigan bir o'ttir yo'lni tanlab, bu uchun xizmat qilish vazifam bor. Uning uchun bizningki bu Uyg'uriston, Sharqiy Turkiston degan bu ikki ismni talashish bu yaqindagi ziddiyat emas, uzun vaqtlardan beri davomlashib kelayotgan bir xil ziddiyat. Ammo buni hal qilishning birdan bir yo'li biz davlatimiz rasmiy mustaqil bo'lib, ya'ni davlatimizning ziminida, ya'ni vatanimizning ziminida davlatimiz rasmiy mustaqilligini qo'lga olgandan keyin shu yerda yashayotgan umumiy xalqimiz chuqur bu davlatning ismini o'zlari eng to'g'ri yo'l bilan tanlab bekitalaydi. Angichi bo'lgan arliqda biz tashqi dunyoda biz bu surgindi markaziy hukumatni ve onu rivojlantirish uchun biz bir asosiy qonun tuzishga ehtiyojimiz var. Chunki bu asosiy qonunni tuzishdagi eng muhim nuqtaning birisi, nima uchun bu xalqimiz texnik mustaqilligini to'liq qo'lga olmay turib, sen degandek ular texnik saylam orqali ovoz berish iqtidori yo'q turgan sharoit ostida nimishqa chet elda turib sen bir asosiy qonun tuzib xalqimizga yo'llashni zarur deb qolding degan savol tug'iladi. Albatta zarur, chunki bizning vatanimiz her xil şekilde hürligini, azatligini, mustaqilligini qo'lga olish mumkin. Birinchisi, millatning bir millat sifatida qo'liga qurol olib, inqilob va kurash qilish orqali bu g'alabaga oshadi. Ammo bu ko'plagan qarindoshlarimizning ko'z qarashida bu hozircha mumkin emas. Ammo bir millat o'zi mustamlika ostida qolganda şu tecavüzcü hükümran sınıflarını qo'g'lab chiqaradigan birden bir kuch şu millatning o'zi. Biz tarixga nazar soladigan bo'lsak, bir davlatni besib olish yana bir kuchli davlat tarafidan bo'lganligi uchun davomli shu besib olingan, ya'ni monopoli qilingan, assimilyatsiya qilinayotgan, ezilayotgan, xo'rilayotgan millatlar qo'li qurol olib, shu kuchli dushmanni yengish orqali dunyoda ko'plagan davlatlarni asliga keltirdi. Bu bir hemmimizge ayan bir hakikat. Çünkü bizde hakikat var. O düşman Komünist Xitay ve onun hakimiyeti. Bizden devletimizde mengü turanmaydı. O haman çıkıp ketişki mecbur. Yani ikinci bir yol. Hazırki taşkı dünyadaki siyasetlerde Xitay'ın ki çöküşü ve Tayvan meselesi arkalık bir urush davriga kirib kelish ehtimoli bor. Bunda vaqtda bizning xalqimiz uchun yana bir fursat keladi. Yoki bo'lmasa Xitoyning ichida yashaydigan 56 millat bor. Bularning mutlaq ko'p qismlari mustaqillik bo'linib chiqishni xohlaydi. Xitoy ichidan parchalanib yemirilgan chog'da bizning yana bir qitil mustaqil bo'lish fursatimiz tug'ildi. Yoki Xitoy iqtisodiy jihatdan butunlay cho'kib, vayrona bo'lib, öz içinden xalqi o'rnidan turib bu hokimiyatni og'dirib tashlab o'tishga uringan vaqtida yana bir qitim fursat keldi. Demak, bizning mustaqilligimiz uchun tarixda qancha qitim ko'plagan fursatlar kelgan bo'lsa, hali ham shunday fursatlar keladi. Uning uchun biz tashqi dunyoda asosiy qonunlarni tuzib, davlatning asosiy sotlarini, asosiy qonunlarini, xalqaro qonunlarda berilgan haq huquqlarimizdan foydalanib, tashqi dünyadaki askerlerimizden tartip kurup biz resmi bir devlet, yani bir hakimiyetini kandak yürgüzüşünün to'liq jarayonini tashqi dünyada tayyorlashtiramiz. Vatanimiz için shunday bir o'zgarish bo'lgan chog'da bu merkezi hükümet darhol shu mevcut asosiy qonunlari bilan berib, shu davlatni vaqtincha kontrol qildi, taki xalqimiz o'zining
hakimiyetini qaytadan saylab chiqib bekitkichi bo'lganlikda. Bu bir. İkinci muhim yeri, biz tashqi dunyoda asosiy qonun tuzishdagi maqsadimiz biz ve bizni qo'llayotgan, ya'ni Uyg'urlarning qanday bir davlat qurib boshqaradiganligiga qiziqadigan Amerika boshliq Yevropa davlatlarining davomli bizni kuzatib turayotganligini bilganligimiz uchun biz tarixda xonliqlarni, xaqonliqlarni, davlatlarni qurgan intayin aqlli bir millat bo'lib sifatimiz bilan biz dunyo tinchligiga has qo'shadigan, inson haq huquqlarini yüksek derecede qo'llaydigan, nayet bir medeniyetlik, bir demokratik devlet kurduğanlığımızdan ibaret bundaq bir gayemiz ve irademizni xalqaraga ağlatqaş turimiz. Bunu ağlatışdan birden bir yolu biz davatqan şu asası kanunni tüzüp çıkıp biz xalqaraga ağlatımız. Onda olsa bugün biz bu asası kanunni ağlatışdan burun yukarıda ben degan suallarning birisiga cevap verdik. O bo'lsa Abdullah Celle elnama nima uchun Uyg'uriston deb yillardan beri teşviqat qilayotgan kishi bir dillam o'zgarib Sharqiy Turkiston degan ismni ko'tarib keldi degan savolga javob berdik. İkinci bir savol, yana xalqimiz tarafidan tushgan savol, Iston deydigan bu so'z, masalan Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston va hokazo, Pokiston degandek. Unda bo'lsa, ularning tushuntirishicha, bir qism qiyindoshlarimizni deyishicha, Iston degan bu so'z ma'lum bir davlat boshqa bir zo'ravon kuch tarafidan monopol qilingan, ya'ni besilingan, tajovuz qilinib, bundaq davlatlar mustaqilligini olgan chog'da ularga Iston degan ism berildi. Masalan Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Pokiston va Hindistonda bo'linib chiqqan degandek. Bu bir xato ko'z qarash. Chunki Iston degan so'z bu farscha so'z bo'lib, buning ma'nosi yer, zamin degan gap, ya'ni tuproq degan gap. Unda bo'lsa Uyg'uriston deganlik Uyg'urlarning yeri deganlik. Qozog'iston deganlik qozoqlarning yeri degan gap. Yani land of the Kazakhs, land of the Uzbeks, land of the Turks. Mesela Türkistan deganlik Türklerning zemini deganlik. Türkiye deganlik Türklerning yeri deganlik. Demek Uyg'uriya bilan Uyg'uriston degan bu so'z ma'no jihatdan o'xshash. Chunki Iston degan bu so'z farschadan kirgan so'z bo'lib, bu yer, zemin, tuproq qartildi. Unda olsa Uyg'uriston desak, bu Uyg'urlarning zemini, Uyg'urlarning yeri deganlik oldu. Yani land of the Uyghurs oldu. Mesela bunun keltirdiği misallarımız nayet köp. Ama bununla bilan Qozaq, Qirg'iz, O'zbek qardoshlarımızning sobiq Sovetlar ittifoqining tajovuzchiligidan ayrilib chiqib, mustaqilligini jakalaganligini qarab biz Iston degan so'z qandaqdir bir besilingan davlatlar qayta mustaqilligini olgan chog'da berilgan ism desak xatolashgan bo'lamiz. Bunga beradigan javobimiz shu. Endi üçüncü bir eskertidigan muhim noktamız, xalqimiz biz intayin biz yuqori degandek intayin axloqli, medeniyetlik bir millet biz. Tarixda o'zini besib olgan bir hokimiyatning millatini bir asrga yaqin ko'zga ilmaydigan bir millat var. O bo'lsa-mu Uyg'ur millati. Chunki tarixdagi zo'ravon kuchlar o'zininki qurol, iqtisod, medeniyet cihetlik güçlükler özden tüvellerini besib olgan köpünçe Allah'da. Ama Uygurlar intayin güçlük bir medeniyetlik bir millettir olup, özü yaratmaydıgan bir millet tarafından besilingan bir millet biz baxtga karşı. Onun için hazırgıça, gerçi biz 70 yıldan artık bunun hakimiyetinin müstendiksini aslı kalgan bolsak mı, hazırgıça biz Xitay milletini manka, meynat Xitay deb qilch ko'z qilmaymiz. Şahsen benim nazarimde bu Xitay milleti bana bir kurt qo'ng'azlardek şunda bir jirginishlik, intayin meynet, adamın qarg'isi kelmaydigan ko'zi bedellarim tikilishib, ko'nglim ilishadigan darajada şunda bir meynet millet deb qarayman men. Onun için demakchi o'g'lim, bizning milletimiz ana shunday bir xil o'zini mustamlik qilib olgan, bir asrga yaqin mustamlik qilib uni boshqarayotgan millatni ko'zga ilmaydigan shunday bir kuchli bir millatning avlodi biz. Unda turug'liq biz mana shunday siyosiy masalalarni bo'libmi chet elga chiqqan, ya'ni chet elga chiqqan chog'da aeroplan bilan chiqqan. Bizda dengiz bo'lmag'achqa bizning xalqimiz asosiyatdan aeroplan bilan chiqdi. Mesela Amerikada immigrantlarni, ko'chmanlarni işte 3 xil araydi. Birisi chegirdan mengib qochib kirganlar, birisi dengizdan parxod qo'lvoq qilib kirganlar,
birisi aeroplan bilan kirganlar. Chunki aeroplan bilan kirganlar intayin aqlli ular. Chunki ular pasport ishlatish kerak, yo'l berish kerak, bilet ilish kerak, aeroportga berish kerak, uchish kerak va kaza. Ular faqat pulni to'lab bir qo'l vaqtdan ichiga yoki bir eski mashinadan ichiga tiqib chegaraga tashlayotganlar emas. Demakchi o'g'lim, bizning millatimiz 100% degidek aeroplan bilan sirtqa chiqqan millat, biz tashqi dunyoda yashayotganlar. Shundaq turug'liq biz mushundaq bir masalalarni talash tartish munozara qilganchigimizda biz fikr qilgan kishining fikrining qimmati bilan hech hisoblashmay, uning shaxsiyatiga, uning kimligiga, hatto uning oila bola chaqalarigacha töhmet, haqoratlarni qilib biz ziyonkashlik qilamiz. Bu bir ilmiy munozara emas. Shuning uchun mushu intayin sat gaplar bilan gap qilgan kishilarni palonchi og'izni buzibdi deymiz Uyg'ur tilida. Voy po'kin jajab sat tillab ketibdi og'izni buzib deydi. Herkes o kishi qattiq og'izni buzib tillabdiki, onun quluqi buzilib ketdi deydigan bir idiom yo'q Uyg'urlarda. Unda bir kelime yo'q. Demak, kim og'zini buzib shunday sat gap qilsa, o'zimizning tilimiz chiqqanchada shu kishining og'izi buzilgan bo'ladi. Anglovchining quloq emas. Demakchi o'g'lim, biz masalalarni tahlil qilganchigimizda, biz boshqalarning fikriga baho berganchigimizda esimizda shuni ching tutaylikki, biz uning fikrining mazmuniga, millatimizga elib keladigan foyda va ziyoniga qarab, bu kishining fikriga javob beraylik. Uning nima deyotganligini bir yoqqa qarab qo'yib, to'g'ri bo'lsin, xato bo'lsin, ko'zimizni yumib unga haqorat qilish yoki uning oila bola-chaqalarini ko'tarib chiqib, uni emasli bir o'ringa tushirib, siyosiy da'voga ve xalqimizning ixtilof mustaqillik yo'lidagi bir inqilob kurashlarga hech aralashmaydigan qilib uni yo'q qildirib o'tmaydi vatandoshlarim. Shunga demakchi o'g'lim, bu asosiy qonunlarni to'lishtirish jarayonida yana ko'plagan savollarga uchraymiz. Mening xalqimdan o'tinadiganim ilmiy munozara ilib boraylik. Videoni to'liq anglab, biz uning hamma yerini anglagandan keyin undan keyin biz fikr beraylik. Bo'lmasa beshini anglablam fikr versak, uning oxirida nima deganligini tushunmay qolamiz. Ve xalqimizni xato bir yo'lga yetaklab qolamiz. Unda bo'lsa, bugungi temamizga qaytib kelsak, bizningki o'tirib qo'ymoqchi bo'lgan bugungi temamiz, biz oldin qitim asosiy qonunning kirish so'z qismi bilan birinchi moddasini tugatgan, bugun biz asosiy qonunning ikkinchi moddasiga o'tamiz. Ayni vaqtda 2004-yili qurilgan bu asosiy qonun. Unda bo'lsa, hozirgi bir savol. Nima uchun yepyeni bir asosiy qonun tuzishga majbur bo'lib qolamiz? Nimishki biz shu 2004-yili qurilgan asosiy qonunning o'zini ishlatmaymiz yoki hammasini tashlab o'tib, o'zang da'vat bilan efendim 5-6 bo'linib ketgan bu hukumatlarni butunlay amaldan qoldirib, biz yepyeni bir markaziy hukumatni qurib chiqishimiz kerak. Chunki bu surgun hukumatning 5-6ni qurilib, xalqimizning, yani davlatimiz bir davlatning 6-7 hukumatini, 6-7 reis, 6-7 prime ministerni meydana keltirip yukarıda biz degandek xalqaro sayandagi obro'yimiz, sharafimizga ig'ir darajada ziyo yetib keldi. Onun için biz bu hukumatlarni ve hukumatni 5-6 adam, 7-8 o'g'ni qurib olgan bu odamlarni chiqib hammasini dog'i esi yutishga yoki tutib it yutishga bo'lmaydi. Ularni shu davlatning egillari, ko'plari ularning vatanparvar qarindoshlarimiz, vatanim xalqim uchun ish qilaman deb chiqib ziyon sep qilayotganini bilmaydi. Onun için işimizki biz yakın kelgusida bular ço'qim bu niyatlardan yenib, mushu xalqimiz tarafidan bir taldan tashlangan bilet orqali saylanadigan bu nomzodlikqa o'zining nomzodlarini ko'rsatishni yana bir qitim ishimiz ham chin qalbimizdan o'tinimiz. Shunday qilganchigimizda biz tashqi dunyodagi da'volarimizni markazlashtiramiz. Unda bo'lsa, nima uchun buning asosiy qonunni bir xil amaldan qoldirib, yepyeni bir qonun tuzib chiqmaymiz degan bu savolga berilgan javobimiz shuki, u bo'lsa-mu bular 2004-yili qurgan bu tuzib chiqqan bu asosiy qonunning inglizcha, uyg'urcha yana boshqa tillardagi nusxalari hozirmi 20 yildan oshdi qarindoshlarim, dunyo yuzida eqib yuribdi. Uning uchun buni o'zgartib tuzish orqali ham xalqimizning ovozi bilan bu ayni vaqtdagi bular ishlatayotgan asosiy qonunni butunlay o'zgartib, yangilab, uni xalqimiz tarafidan yepyeni bir qonun şekilde o'tirib chiqqanchigimizda ular ayni vaqtdagi o'z oldiga xalqimizningki hech qanday bir qo'llashi ve umumyuzlik ovozsiz saylangan bu hukumatlarning elib berayotgan qonunlari amaldan qoladi. O'zgartib ishlatish orqali.
Bu deganlik biz bu qonunni o'zgartirib tuzgandan keyin markaziy hukumat qurish tayyorlik komitetiga sunyapmiz. Ular xalqimizga yo'llaydi. Xalqimizdan mana yuqoridagi turli fikrlar tushadi. Men ularni ratlab, har haftaning oxirisida o'zimning atrofimdagi shu qonun tuzishga mas'ul bir qism Uyg'ur ziyolilarimiz va amerikalik bir qism advokatlarning yordami orqali biz bunga to'g'ri javob berishga tirishamiz. Uning uchun biz yana bu davlat 5-6 hukumatni yo'qotdik deb bir davlatning ikki asosiy qonunining talada yurishining oldini olish uchun biz bu qonunni o'zgartirib tuzishga majbur bo'ldik. Unda bo'lsa bugungi muzokara qilganimiz bu asosiy qonunning eng muhim bo'lgan birinchi moddasi qaysi kunisi buningga bu moddaga ko'plagan kishilar fakat Uyg'uriston, Sharqiy Turkiston degan ism ustida munozara ilib berib, buningki birinchi moddasining ne kadar muhimligi to'g'riliq hech kim bu haqda fikr bermadi. Mesela bunun birinci maddesi, yani devlet fuqaroları ve devlet tüzümü degan bu maddesi de, yani ikinci maddesi de, birinci tokat, ikinci maddesi de mındak elindi. Uyg'uriston, Sharqiy Turkiston devleti 35 milyon ahalisi bo'lgan. Yani devlet fuqaroları ve devlet tüzümü degan maddada Uyg'uriston siziq tartib Sharqiy Turkiston devleti 35 milyon ahalisi bo'lgan Uyg'urlarning devleti bo'lib, mishani alala Uyg'urlarning devleti bo'lib, bu devletde yaşayotgan Xitoy bo'lmagan barliq millatlar bu devletning fuqaroları hisoblanadi. Bu maddada bizning o'tirib qo'yayotganimiz nima deganchilar, yuqorida xalqimiz talashgandek, bu Uyg'urlarning zimini, Uyg'urlarning yeri hem Uygurlarning devleti ama bu devlette yaşaydigan Xitoy bo'lmagan, meyli o Xitoy memleket içinde tug'ilgan bo'lsin, devletimizin içinde, meyli tashqi dunyodan kelgan bo'lsin, meyli ishkirdan kelgan Xitoyda bo'ladigan onunga mengu bu devletning fuqaroligi berilmaydi degan moddani birinchi modda qilib kirgizdik. Nima uchun? Chunki bizning ochiq saboqlarimiz, tarixiy tajribalarimizga asoslanganligimizda biz bu Xitoyninki apsi Uyg'ur ekandik, yoki anasi tungan ekandik, dadasi bizim ekandik deb biz bu Xitoylarni yoki miyat tug'ilgan ekandik, bu yerda burun 40 yil o'tdi, tug'ilgan 50 yil o'tdi deb bir Xitoyni ekirib biz fuqarolik berib qo'ysak, vaqtning o'tishi bilan bular yana hozirgidek ishning qurtidan ko'payib, bizning bu demokratik tuzum bilan mangadigan, demokratik saylan bilan mangadigan bu davlatimizning yaqin kelgusidagi saylanlarda buning nopusi ko'payib bu devletimizni tinch yo'lda yana Xitoy egallash ehtimoli intayin çok. Onun için Xitoylarga mengu fuqarolik berilmaydi. Hatta Amerika o'z vaqtida Xitoy millatiga fuqarolik bermaslik haqida kongress qonun chiqargan. Biz Xitoyning tajovuzchiligi ostida qolgan iligar suiqasdlari orqali devletimizning mustaqilligidan ayrilib qolgan bir millat bu ochiq tajribalarimizni unutib qolmasligimiz uchun va keyingi avlodlarimizning xatolashib Xitoy millatiga fuqarolik berib qo'ymasligi uchun biz buni birinchi modda qilib kirgizdik asosiy qonunga. Endi bugun muzokara qilganimiz ikkinchi modda. Ya uchinchi modda. Bu yerda bizningki oldi bilan ben 2004-yildagi qonunni o'qib o'tay. Sizlar to'g'ri diqqat qiling. 2004-yildagi qonunni o'qib o'tay. Sharqiy Turkiston xalqi Uyghur, Kazak, Kırgızlardan ibaret. Ve şundaklar Türk kabilleri bilen tarihten beri birge yaşap gelgen Mongollar ve Farsça sözleşen Taciklardan teşkil tapıdı. Sharqiy Turkiston xalqining hozirgi 2004 yildagi taxmin qilgan aholisi 35 milliondir. Yurt içi ve sirtida qabilvozlik, ya'ni qabilvozlik bölgünçilik qilib, yuqorida izhor qilingan bir butun turk qabillalari orasida ixtilof chiqarish orqali dushmanlik yoki Xitoylarning Sharqiy Turkiston xalqini bo'lib idora qilishga bilib yoki bilmay hassa qo'shish qat'iy ma'no qilindi. Sharqiy Turkiston Türkning yurti bo'lib, Sharqiy Turkiston davlatining zimin butunligi ve milletinin birligi hiç zaman parçalanmaydı. Devlet tüzümü demokratiya ve kişilik hukuka hürmet kıladigan,
ictimai demokratik bir bütün hukuk devletidir. Şarkı Türkistan Cumhuriyeti sürgünde hükümetinin 3. maddesi. Endi biz bunu qanday o'zgartdik degan chig'imizda Uyg'uriston Sharqiy Turkiston davlati 35 milyon aholisi bo'lgan Uyg'urlarning davlati bo'lib, bu davlatda yashayotgan Xitoy bo'lmagan barliq millatlar bu davlatning xalqi fuqarosi hisoblanadi. Demak, biz oldi bilan bu davlatning qaysi millatga mansubligini deb biz boshqa millatlarni uning fuqarosi qildik. Xuddi Qozog'iston xuddi qozoqlarning, O'zbekiston o'zbeklarning davlati bo'lib, u yerda Uyg'urlar va boshqa millatlar yashayotgandek. Biznikida albatta yashaydi. Biz ularning Xitoy millatiga mayli ular dunyoning qaysi miqyosida tug'ilib o'sgan bo'lishdan qat'iy nazar bu davlatning fuqaroligi mangu berilmaydi. Ammo Uyg'ur bo'lmagan, ya'ni Xitoy bo'lmagan barliq millatlarning, ya'ni bu davlatning fuqarolarining haq huquqlari asosiy qonunda to'liq kapolatga ega qilib qo'yildi. Demak, mana 2004-yil qurilgan bu asosiy qonunda xalqimiz hech xayronglar yo'q. 20 yildan oshdi bu dunyoda İngilizcesi, bunun Xitoychisi, bunun Yaponchisi, bunun Uyg'urchisi eqib yuryapti. Bunun da qabilavozlik qilib, bu Türklarning davlatini parchalashga bo'lmaydi deydigan moddani kirgizgan. Aziz vatandoshlarım, uning uchun biz buni o'zgartib bu shaklda qurdik. Agar mushaqda fikringlar bo'lsa, dadillik bilan intayin samimiy usulda yuqirdiman degandek, og'zinglarni buzib, ya'ni o'zinglarning og'zi buzildi, boya tushunganimizdek, ağzınlarını bozup hakaretlerle emas, chiroyli ilmiy şekilde savol so'rasanglar javob beramiz. Tillasanglarmi javob beramiz. Chunki men davomli deydigan bir so'zim bor. O'zi va oilasidan boshqa bir guruhga yoki sinfga vakillik qilaman deb chiqqan shaxs o shaxsiy kimligini yo'qotgan bo'ladi. O deganlik, mesela men vatandoshlik ish qilaman deb o'zimni oilamdan boshqa millatning xizmatiga atagan kunimdan boshlab ben şahsi kimligimni yo'qotgan bilaman. O deganlik, meni tillasa, haqoratlasa, hatta bir qism tökmetlarni choplasimi, mening da'vo qilish huquqim bo'lmaydi. Taki men bu vazifamda istifa berib normal bir fuqaro bo'lganga qadar. Uning uchun hammalar ko'rib turibsizlar, Amerika prezidentlarini inson og'izga og'izsiz tillar bilan tillab, shunday ko'chalarga bulullarni, ya'ni sharlarni chiqarib, qo'nglariga tep, ashta qilib yuradi, ko'ryapsizlar. Ammo bir normal fuqaro vaqtida bir insonga u darajada haqorat qilishga bo'lmaydi. Şunun için bundan desek, budan tillasak bo'ldi ekan deb davomli tillamay, ilmiy şekilde fikirlar bo'lsa, baysanlar bo'ladi. Oxirida men bugungi leksiyani xulosalashdan burun bunday bir muhim bir nuqtani o'tirib qo'ymoqchiman. Bir millatning tili, chiroy shakllari, hatta urf-odatlari o'zgarib, dillari o'zgarib ketishi mumkin. Ammo bir millatni haqiqiy hur, ozod, mustaqil yashaydigan bir narsa bor. U bo'lsa shu millatning g'ururi. Onun için ben xalqimdan bizning bir Uyg'ur bo'lishdan iborat bundoq bir sharafli ismning egisi bo'lganligimiz uchun faxrlanaylik. Faxrlanishni bilaylik. Ajdodlarimizning tarixdagi dunyoga qoldirib qo'ygan eng sharafli, eng esil ish izlari, xotirlardan faxrlanaylik. Biz davlatimizning mustaqilligiga, biz xalqimizning ozodligi, hurligiga ishongan chig'imizdan ondan biz boshqalarni ishontiraymiz. Agar biz bir millat sifatida o'zimizning cho'qim mustaqil bo'lganligimizga ishonmasak, u holda ishonimizki biz hech kimga ishontirmaymiz. Va hech kimni ishontirmaymiz. Uning uchun biz oldi bilan bu irodamizni o'zimizning oilaga, bolalarimizga, qo'shnilarimizga, urug' tuqqanlarimizga, mahallimizga, turayotgan davlatimizga va do'stya og'ilarimizga kimni ko'rsak, biz cho'qim mustaqil bo'lganligimiz va uning ishonganligimizga biz boshqalarni ishontirish uchun oldi bilan o'zimiz ishonishimiz kerak. Uning uchun men bu qahramon millatning bir o'g'loni bo'lish sifatim bilan va Uyg'ur bo'lganligimdan faxrlanaman. Va ishonamanki, xalqimiz cho'qim o'zining millat nomida bir davlat qurish orqali Uyg'urlarning bir davlatini dunyoga eng medeniyetlik, eng kuchlik, eng qudratli bir davlat qilib to'ntadiganlikqa hech shubham yo'q. Shu munosabat bilan hammamizlarga Allohning go'zal salomlari olsun. Allah bundan keyingi ishlarimizda yor va yordamchimiz olsun. Keyin qitim ko'rishgacha Allohga omonat bo'linglar.